Ayt. Menga ham aytgansan bu gap. Ayt uka. Ayt, bilsin o'sha xotinni hamma. Ayt. Mana qizingizni qarang. Qizingizni ID kartasi qo'limda. Hamma aytyapti, student ekan, onasi aytyapti. Qizingiz karis nimasi, to'g'rimi? F6. Men chiqarmayapman u hech kimnikini. Assalomu alaykum aziz muxlis. Koreyadagi mojarolar davom etmoqda. Sababi Koreyaga tekkan qiz Nozima yerga tekkan ekan, hech qanday student bo'lib bu yerda yurmagan ekan. Buni shu yerdan yollangan advokat buni aytib o'tdi, onasi bilan gaplashdi, unga doверенность berilgan va hozirda Dalil.uz kanalining admini ham advokat buni ustida astoydil ish olib boryapti. Voqealar rivojidan ushbu kanalda kuzatib borishingiz mumkin. Buning uchun bizga obuna va like tugmachasini bosib qo'ying va u yerda ehson yig'adigan Avazbek akaga ham oson tutmanglar. Avazbek ham mingta odam qilolmagan, millionlab qilolmagan odam ishini qilolmagan odamni ishini qiladi. U chunki o'sha joyda musofir yurtda, e'tibor bering do'stlar. Musofir yurtda odamlardan pul yig'ib bu yoqqa o'ligini, kasal bo'lsa dardiga darmon bo'lish uchun dorilarni sotib olib pul yig'ib ehson sifatida qilib yurgan inson hisoblanadi akalar. Shuning uchun e'tibor beringlar akalar. Avazbekka ham oshcha tosh otmanglar. Musofir yurtga borganlar bilsa kerak, u joyda qanday qilib pul yig'ish qiyinligini va yordam berish. O'ziga arang odam javob bera oladi, lekin birovga javob berib u musofir davlatlarda, Rossiyada bo'lsin, Amerika, Xitoy, Koreya qaysi davlatda bo'lsa ham oson ish emas do'stlar. Shuni e'tiborga olinglar. Biz O'zbekistonda turib gapiraveramiz, lekin musofir yurtga chiqqanda bitta joy topib yotolmayotgan insonlar bor. Bitta yotoqqa joy topolmayotgan insonlar bor. Tilini tushunmaydi, yo'lini bilmaydi, qiynaladi. Shuning uchun akalar Avazbek do'stimizga ham oson tutmanglar. Avazbek ham qo'lidan kelgan hamma harakatni qilgan, lekin bu yerda jinoyat bor deyilyapti. Biz bunisini hali bilmaymiz. Albatta bu ishlar aniqlashtiriladi, surishtiriladi. Mana shu kanalimizga astoydil harakat qilib obunalarga, podelitsiyalarga yordam berib turinglar. Yana yangiliklarni albatta yetkazib yubormang. Setora sog'liqni yaxshimisiz? Yaxshimisiz opa, yaxshi yuribsiz. Yaxshimi? Alloh sabr bersin, xafa bo'lmay o'tiribsizmi? Men Ha, rahmat. qo'shilmay yuragim yarimta desam, kechasidan boshlab topar SMS videolar, meni pasportim. Men bu yerda nima prichonman? Soxta advokat, falonchi pistonchi. Ana endi ular endi qilib bo'lsa qilib deb qo'yavering. Siz o'zingiz bilasiz-ku nima bo'layotganini ikkalamiz oramizda. Boya kartalarni yozibsiz, esimda вообще yo'q kartalar. Tekshirtirmaganmidingiz? Tekshirdim, ishlamadi. Mana turibdi hamma omonati. Men shu narsalar menda agar Xudo asrasin bilganman, men aytaman. Xo'pmi? Bilganman-da ko'ryapsizmi? Agar telefonlashamiz. doверенностьim bo'lmasa, meni uni kirib yuzini ko'rsatishga, politsiya bilan gaplashishga, yuklarini olishga, borib Sherzod savol-javob qilishga, mana kartalarni olib yurishga haqqim yo'q. Agar doверенностьim bo'lmasa, hozir bundan ko'p boshimga nima yog'ilardi. Unisi telefon qiladi, bunisi telefon qiladi. Men kimman masalan? Men ekspertmanmi sizga? Ko'karibdi, oqaribdi, qizaribdi deyman. Politsiya bizga berdi-ku. Politsiya bergan ahvolda biz ko'karsa, sразу o'sha moment politsiya telefon qilib, skoriga qilib, "O, bu yoqqa kelinglar, ko'karibdi" deya olmaymiz-ku. Biz eplamadik, bizni aqlimiz ishlamadi, demak, sizlar qilinglar, orderni olinglar, hammamiz adolat tarafi. Menga nima tosh otishyapti endi? Menga nima tosh otishyapti endi? Menga ham otyapti, menga ham bitta sizga emas, menga ham juda ko'p narsa kelyapti. Dalil o'ziga siz ochganim ham yo'q. Dalil o'ziga siz bergansiz-da. Meni pasportim bu omonat qilganman. Mana qizingizni qarang. Qizingizni ID kartasi qo'limda. Hamma aytyapti, student ekan, onasi aytyapti. Qizingiz karis nimasi, to'g'rimi? F6. Men chiqarmayapman u hech kimnikini. Chunki siz menga omonat qilib berdingiz. Nima menikini chiqardinglar? Gap bo'lmagan bu yerda. Meni pasportimni mendan olmagan, menda juda ko'p anaqa telefonlar bo'ldi. O'sha Dalil.uzga kimlardir bergan. Men u tanimasdim ham ularni. Sizdan boshqa pasport o'xshab so'radi. Sizdan boshqa pasport men hech kimga bermaganman. Chunki yaqin pasport olganimdan keyin hech kimga o'zim bilet olaman, o'zim hech qayerga meni pasportim beriladigan ishim yo'q sizdan boshqa. Hech kimga bermaganman. Endi Xudo asrasin. Xudo asrasin-u. Men notariusda edim, hozir chiqay, bo'lmasa keyin bemalol gaplashamiz, xo'p?